Assalamu alaykum ko'rilmanlar. Mana 5 minut vaqt tanaffus vaqtim to'shib qopti. Endi ma'u 6-qismini rasmiy boshlaymiz. Abay Qur'onkam so'zlab o'tgan shu o'tgangi 5-qitimni bir qur to'g'rilab chiqdi. Rahmat Qur'onka. Endi qani 6-qismini boshlab bersangiz. Rahmat. Sevimli ko'rilmanlar, biz endi programımızın 6. kısmını başlaymayız. Bunun da aldı bilen yine görülmelerden kelgen suallara cevap verişten başlayayım. Bu kelgen suallar hem de mandak. Uygurlar familinden kullangan mı diyen bir sual çıktı. Yani biz bu familinden qo'llangan yoki qo'llanmaganligini, qo'llangan bo'lsa qanday qo'llanganligini bilish uchun biz tuvandagi ismlarni anglab boqaylik. Batur Temirqut. Bu davrdagi ism. Batur degan o'zining ismi. Temirqut degan amal mansibi. Demak, ism bilan amal mansabni qo'shib atagan. Qutlug' Bilge. Bu Uyg'ur xaqonligi davridagi bir mashhur xaqonning ismi. Buning unvoni Bilge. Olim deganga o'xshash. Uningdan boshqa yana Bayanchur xaqon, Islomiy xaqon deganlar bor. Ko'ltikin degan birisi bor. Bu endi Tekin degan Shahzoda xonning o'g'li deganga. Mana bu shu davrdagi ismlar. Shu davrdagi ismlar hamda o'zining ismiga amal mansibi yoki kimning o'g'li ekanligi qo'shilib bundoq atalgan ismlar. Yana bir xil hech qanday atalmaydigan bunda isimlar bo'lgan. Masalan, Vayshira Vichir. Bu Xotan xonligining Xotan podshosining ismi. Buni Xitoycha Li Shingtian deydi. Ular Li deb atab ekan. Tan sulalısının padişahı Xiangpi, bunu mu Xitaylar Liwen deb atagan, özü mu Li familiyasini qo'llangan ekan. Undan boshqa altı nimene Maytir Simitni tarjima qilgan birisi bor, ismi Pirtan Rakshit. Bularning hech qaysining amal mansibi qo'llanmay, o'zining ismi qo'llangan. Manda bir xil shakl bor. Aniki islomdan keyin bo'lsa, masalan, Sultan Satuq Bug'raxon. Sultan Satuq ismi Bug'raxon amal mansibi. Unvon nomi. Sultan degan bir podshoh deganga nomi. Aniki Mahmud Qashqari. Bu endi o'zining ismiga yurtini qo'shib atalgan. Yusuf Balisag'uni, Sid Ali Samarqandi, Borchiq Ortikin degan ismlar. Sinqusali degan bir nihoyat mashhur tarjimani o'tgan. Bu ism Sali degan otasining ismi. Saraban. Bu Marco Polo İtalya'dan şu Mongol imperiyasiga seyahat qilib Beijingga kelgan vaqtda Mongol imperiyasidan Quddusqa elchilikka borgan bir Uyg'urning ismi Saraban. Axtariddin bu Mongol imperiyasi davrida shu
Junanxayni sağgan bir qurilish imoratchi, mimar. Bunun ismi mesela özünün ismi Axtar. Bunun ismi endi bir xil tasviri isim. Dinning en ali itoatchisi Axtariddin degan isim bilan atalgan. Onundan başqa laqab bilan atalgan isimlar var. Mesela Temür Buqa. Bu şu Turpan'da ötken, şu Mongol imperiyası davrida ötken bir Uyg'urning ismi. Ondan keyingi bo'lsa mesela Mollaji, Turdishayx, Xoniriqliq Turdi 15'i, Zo'riddinbek, bular hamisi Bo'raxonlar tazkirisini yazgan, köçürgen, hem şununla münasebetli kişiler. Bunların ismi de unvanı var. Molla Hacı, Turdishayx, bu hemiz unvan. Xoniriqliq Turdi 15'i. Hem özünün qaysi mahallinin işgalligi, hem özünün emeli 15 yılığı. Bu muşumu deyilgen hemde. Sen Mevlana Erşidin, Hoca Nasir'den, Yamışlar məmisi özünün ismiga unvan qoşulgan isimler. Demek Uygurlarda özünün ismiga emeli, yoki hüner, yoki yurti qo'shib atalgan mundaq bir xil atash. Yani bu familiya desa onun Xitoyning o'xshash yo Li yo Jo deydigan undan atash emas. Bu Uyg'urlarda bo'layotgan familiya asli mundaq shakllarda burun bo'lgan. Yani Xitoyda yüzdek familiya var. Jo Chansulli deb başlap ketdi. Eng birinchi familiya Jo. Bundan qaraganda bu Sun davrida rətlengen familiya bu, 100 familiya. Yani Uyg'urlarda şu 100 hüner var. Hüneri yok adamni Tarım Vadisi'de adamda bir satılmaydigan devirler bo'lgan. Hem Uyg'urning hüneri var. Hiç bo'lmaganda bir ağamcha saydig'inning ismi var. Bir hüner bu. Navay deymiz, aşpaz deymiz, ovchi deymiz, satraş deymiz, şamçı deymiz, boyaqçı deymiz, muşuna o'xshash yüzdek hüner var. Her bir adamın isminin keyniga hünerini qo'shib ataydigan bu uzun devam qilgan narsa. Bu endi Uyg'ur xalqining ezelden qo'l hünervan, qo'l hüner sanoati bilan shug'ullangan hüner texnikalik millet ekanligini bildirdi. Bu uzun davamlaşkan. Yani keyin sosyalizmning planliq igilik bu shaxsiy qo'l hüner igiligiga hujum qilib buni buzib etgandan keyin hozir bu hünerlar yo'q. Hamisi hünersiz yalanlı dehqon o'yu, yalanlı ishchilar haline ketdi. Yani bu hamda shunday o'zgarish. Aslida Uyg'urlarda shu en ko'p bo'g'ini o'zining ismi bilan o'zining hunerini ataydigan. Endi mushu endi familiya bo'lganmi desa, shundoq Uyg'urlarda familiya shunday shaklda bo'lgan. Endi hozir yo'q. Hozir nimaga qarab taraqqiy qilyotdi? Bu her bir kişinin o'zining bilim darajasiga asosan, o'zining amaliga asosan, o Kojang, Joshi, Reis degan kim kendisi planı başlıkken demesi bilmeydiğen iş qilib odamni farqlantirish, bir-biridan farqlantirish. Şunun için kullanılan isimler. Yani bu hazır hem de
Uyg'urlar na cho'nqur o'ylayotdi. Qanday qilib bir o'ziga bir familiya turg'izish, familiya nomi turg'izish. Bu familiya nomi turg'izishning ko'p foydasi bor. Bu nima bo'ldi desa, familiya nomi turg'izilsa, o'xshash familiyaliklar to'y qilib, avlodlari puchaklashib ketishdan xoli bo'ldi ekan. Buningdan baribir yana saqlanib olmaychi, uningdan keyin yana yangi familiyalar, yangi hunar texnikalar chiqqandan keyin o yangi familiyalar chiqadi. Demak, bu Uyg'urlar shu boshdan oxir diqqat qilayotgan narsa. Shunga urug' tuqqanlar asosan to'ylashmaydi. Ba'zida endi uni bilib bo'lmaydi. Ammo shunday familiya aniq bo'lmasa, ba'zi familiyalar o'xshash bo'lib qoladi. Mana shunday ish. Endi Uyg'urlar shuning asosan bir o'zlari bir familiya turg'izish uchun tirishyapti. Bu endi kelgusida bo'ladigan ish. Ama yuqorida endi tarixda qanday bo'lgan, yaqinqi zamonda qanday o'zgarish bo'lgan, ana shularni deb o'tdim. Bu endi faqat foydalanish uchunlar. Bu shularni o'tirib qo'ydim. Men familiya bo'lganmi degan so'zga endi familiya bo'lgan desa, bizning ismlarni bir-biridan farqlantirish uchun shunday shakl qo'llangan. Shunday familiya. Şeyde Qur'onga bir savol so'rab kelib qoldi. Shu familiya to'g'riliqchi. Endi Xitoyda, Yevropa ellerida, endi xalqaro ko'pincha davlatlarda hozir familiyani qo'llab keldi-ku. Masalan, John Smith deydigan bo'lsa, uningki avir-chavir hammalari shu Smith bilan bo'lib mangadi. Middle name deb o'tirga bir nima ishlatdi. Bizga kelganda mesela benim ismim Tuğluk Abdurazak. Yani ben Tuğluk Abdurazak Osman mı dep koyma. Bazıda yazgan çağda Tuğluk A Osman dep koyma. Çünkü bizninki yani 3 yıllar aldığımız sürsek vakti Osman bulup gitdi de. Mesela benim şahsi göz karşımca biz garip dünyasında yaşayotgandan keyin yani bazıları şunu qabul qilyapti. Men de onu qabul qilmadim. Men qizlarim yana mening ismimni oldi. Shunday bo'ldi. Ham kelgusiga nisbatan aytgan chaqda bo'lib shu muacirat yaşayotgan Uyg'urlar nisbatan aytgan chaqda shunday bir familiyani tiklashning qanchalik zaruriyati bo'ldi degan bir savolni qo'ymoqchiman. Bu family ismini, family nomidan tiklash bu bir millatning madaniyat safosi bilan munosabatlik ham eng muhimi elqidek shu yaqin tuqqanlar to'ylashib, avlod pushaklashib ketishdan saqlanish asosli maqsadi. Anikin har bir odam o'zining kimligini o'zaro farqlantirish. Bu shu endi. Shuna bo'lganda hozir endi yuzlanayotgan narsa, masalan men o'zimni olsam, mening nevram palani veli deydi. Benim dadamning ismini qo'llanadi. O'zining dadasining emas, mening emas, mening dadamning ismini. 3 avlod nerasiga ketdi. Endi bizni Uyg'urlarda bir gap bor. 7 avlodingni bilishing kerak deydigan. Eng yaxshisi shu 7 avlodchilik operasak, ashuni bildiradigan harf yoki boshqa narsalarni qo'shib, ashuna qilsak, bu yaxshiroq bo'ladi endi. Yani bu endi hozir Uyg'urlar o'ylashyotgan ish. Chuqur shu o'ziga bir madaniyatlik millat, o'ziga chuqur madaniyatlik familiya, bu kimlik farqlantiradigan. Buni qo'llanishni o'ylaydi. Meningda bunga ortiq bir Tushundim. Peki muhim bir nima yo'q-da? Yo'q. Har xil o'zining shuni qarab ketyapti. Yuzlanyapti. Buningdan chuqur natija chiqadi deb qarayman. To'g'ri.
Bazıları benim ismim bazı yerde Osman çıkıp kalsa benim kızlarım ismi Lars neymiş benim ismim çıkıp kaldı şeyde bular tolu soraydı ki biz bulup mu çeteldi şunusu bizim nemi için family ismimiz yok. Benim nevrem hazır benim dadamın ismini family Yani özüm ailenin mecburiyeti o vallahi düşündürüş, neler düşündürüş, kandak kilip çıkanlığından. Biz sürüştürüyoruz gereken çok Kur'an da ötkende biz şu özümüz sürüştürüp kayısı nima ecdatlarımız var apralayımız şu. Bunun başkalarına alakalı onun devrede özünün burun ecdadını nima qilib diken bazıları yurtının ismini qo'llanib diken bazıları özünün çoğun dadlarının ismini qo'llanib diken aşina bo'lib diken endi şunun qarab turib hozir endi Uyg'urlar buni medeniyet yuqori ko'tarilgan siri o'zini to'nigan siri buning zarurligini his qilyotidi. Bu chuqur buningdan bir yaxshi natija chiqadi deb o'ylayman. Yaxshi javob berdingiz. Endi qani davomlashtirasiz. Endi programmamizni davomlashtiraylik. Endi programmamizning bugungi asosli tema endi Uyg'urlar şu kadar şanlık tarixi var xalq. Bunu biz tushundik. Nima uchun bugungi holga tushib qoldi? degan savol ekan. Bu savol endi sal siyosiy tus olgan yerimi bor ekan. Endi ba'zida buni nima qilib kelsalar qaynab ketadi, ishim chiqadi. Her halda soğukkanlık bilen sözleş gerek. Endi biz eslep etayli. Tarixte Uygurlarning ecdatları kudretli idi. Mesela Gun Tanrıkut'u Sadiçin'in işidikilerini aşımda özüdün müdafiye görüş için Sadiçin soğuşqa mecbur kılgan. Demek Uygurlarning ecdatları Hun devrinde, Köktürk devrinde, Uygur xalqı devrinde nayet güçlük idi. Yani ola şu özünün en'enesi bu içi mevcut bulup durgan. Mesela özünün en'enesini özü bildi, özü atminadigan millet. Sadiçinin işidikiler atminmeydi o. Yok ulanım etti. Yavay atlarını toplap, beqib, köndürüşünü mü bizden ecdatlarımız icat kılgan. At degen şu vaxtının bombardımançı ayrıplarları. İntayın cengi var. O başka bir kim tenkilemeydi bunun kurallık kısımlarına. Aşına kudretli de ulanın enenesi battı. Ulanın enenesi de köp xil qayda usullar bo'lgan. Mesela bir yılda bir qatım yaylaqda çoğun yermenki ötküzülgan. O yermenkide bütün soda ticaret bulunduğun yeni-yeniden yetişip çıkan evlatlar özünün batırlığını gösterdiğin musabıklar. Şundak enenler bu içi yaşayan. Demek şu tarihte bizden ecdatlarımız, Uygur ecdatları nihayette güçlük, kudretli idi. Özü ennenevi adeti bu içi yaşap durgaçka başka milletlerge aralashib ketmeydi. Özünün ennenesini bilgeçke, özünün kimligini yaxshi biletdi. Şunlaşka ular başka kavimlarga aralashib ketmeydi. Yani Sadiçin'in işidikiler her katım hücum kılganda ular şu hücum kılgıçılarının padişahını tutuvilip kelişimlerge imza koyguzgan,
va'da olgan, boshlaydigan bo'lgan, shunda bo'lgan hamda. Demak, tarixda Uyg'ur ajdodlari qudratli edi. Keyin nima bo'ldi? Endi hozirgi buni selishtirsak, yomon cho'ng farqi bor. Hozirgi zamondan buyon Uyg'urlar bunda qudratli emas. Ularning qo'lida o'zini qo'g'daydigan quroli yo'q. Bu hatto uni o'tkazib bergan. Buni demasakmi, o'qirmanlar biladi. Hozir Uyg'urlarning o'zining yurtida o'zining zemini yo'q. Aslida Alloh taolo Uyg'urlarni yaratganda uning jenini, zeminini, hamma nimasini tang bergan. O zeminni Komünist partiyaga o'tkazib berdi. Komünist partiyaning zemini bo'ldi. Endi ama shundoq ahvolda qolgandan keyin Xitoy qancha xorlasa, uningga qarshi turg'udak bir qudrati yo'q, amali yo'q, shuna holda qelyotdi. Endi Xitoy degan bu millat mo'sha zaminni besib elib, mo'sha xalqni mo'sha holga tushirib qo'yib, mushundoq hech qanday qarshilik ko'rsatadigan qo'lida qurol yo'q xalqqa zamoniy qurollarni ishlatadi. Ularni tik kuchari ishlatadi, o't chachari ishlatadi, boshquradigan bomba ishlatadi. Harbiylari bizning yurtga kelib mashq qiladi, adam o'ldirishni mashq qiladi. Qanday qilib odam tutish, qanday qilib boshqa davlatlarga borsa, xalqni bo'ysundirganda qanday qo'llanish kerakmish? Uyg'urlarni mashq qilib, harbiy ta'lim tarbiyani bizning shu xalqimizning ustidan elib beryapti. Biz hozir mushal qoldik. Yani musha holga qilishda Xitoy bizni nima bilan mushal qoldirdi? Qanday qilib? Nashriyat bilan. Bizga nashriyat huquqi bermadi. Demakchi bo'lgan gapimizni biz deyamidik, yozolmadik, yozganni nashr qilolmadik. Xitoy o'zi nashriyat qurib, shu nashriyatlarda bormalab yozgan tariximizni o'zimizga o'qitdi. Biz yolg'on tarix o'qidik. O'zimizning ishidan chiqqan zalmalar yolg'onni rostga aylantirib yozgan tarixlarni o'qidik. Bu rostni yozilgan odam yo'q emas. Ama yazsa onu çıkarılgan hech qanday nashriyat yo'q. Gezit yo'q, radio yo'q. Shuning bilan millatimizning shunday yolg'on narsani o'qib berib, eng oxirida kitob o'qimaydigan bo'lib ketdi. Hatto o'zining aqlimi sal chekinib ketdi. Aqli bulg'unib ketdi. Endi agar Uyg'urlar o'zining shonliq tarixini, shu rostini aniq bilsa, uni Uyg'urlar shuni bilmasa, Xitoy sizlar 56 millatning birisi desa ma'qul deydi. Deyapman hozir. Sizlar naqshi usulchi millatdinglar desa, uningga ma'qul deb yechib usloylab naqsh aytib yurdi. Naqsh aytib yurdi Xitoylarga.
sizlar mehmondo'st millat deb maqtab qo'ysa, voy biz mehmondo'stkan deb Xitoy deganda shunda mehmon qilib yetadi. Mushalga tushib qoldik. Bu nima? O'zining kimligini bilmaganlik. O'zining tarixdagi shalliq tarixini bilmaganlik. O'zi bilan o'ziga dushman bo'lgan millatning farqini bilmaganlik. Endi hozir bizning aramizda qanday ahvol bor desa, Xitoylar Xinjiang azaldan Jungoning bir qismi desa, Uyg'urlardan uningdanmi bek oshirib etib so'zlaydiganlar bor. Masalan, Xinjiang degan so'z aslidagi zaminni qaytirib olish degan ma'noni bildirdi deb shu hukumat hujjatlariga yozib, o'zi so'zlab, shuni yeshgan, Xitoydan bek oshirib etgan raislarimiz bor. Bu ismini men demesammi, kishilarga tushunishlik. Xinjiang azaldan Xitoyning bir qismi desa, voy, u shundoq. Ammo ularni Uyg'urlar shu bir qismilar emas, aslidilar, shularning avlodi edi. Hozir bu tilimiz boshqaga ketib qoldi. Bu tilimiz bo'lmasa yaxshi deydigan reislarmi bo'lgan? Ana bu nima sabab? O'zining kimligini bilmaganlik, o'zining tarixini bilmaganlikdan kelib chiqqan aqli bulg'unish. Endi buningdan sal burroq nim bo'lgan desa, o'zimizning biz Sharq Turkiston davlatini asli keltirib bo'lib, yana Xitoy bilan suhbat etib bo'lgan. O suhbat etib bo'lganda, suhbatni kimlar suhbatlashdi desa, Xitoy bilan emas, Uyg'ur bilan Uyg'ur suhbatlashgan. Masalan, Jangeishning gapini anglaydigan Uyg'ur bilan Stalinning gapini anglaydigan Uyg'ur yozda qarma-qarshi bir-biri bilan qo'l chalishib turib, suhbatlashib, 11 bitimni tuzib chiqib, eng oxirida yana Xinjiang degan nom ostida bir birlashma hukumat qurdi. O'zining dushmani bilan o'zining qurolliq armiyasini shularga o'tkazib berdi. Bu nima? Shu vaqtda ehtimol shunday qilmasa bo'lmaydigan ahvol bordi. Yoki uning xo'jayinlari uni zo'rlagandi. Ashuna qilmayman desa bo'ladi-ku. Qilmayman deb uylab ketsa, sal sharafiqqa deyman. Endi hozir bu ularga men eyib qo'yolmayman. Shu vaqtda ular xalqni azod qilaman deb qulluq qurol olgan, qon kechib inqilob qilgan, ulardan qusur topmaymiz. Ammo bo'lib o'tgan ish naq pokit shu. O pokitni biz endi bormasak bo'lmaydi. Ama shunday ahvol bo'lgan. Bu nima? Bumi shu kommunizm degan şu yomon nazariyada bulg'unib ketgan. Aqli bulg'angan. Şu o'zlari şu düşman bilan urush qilib, eng oxirida yana shu düşmanga qurolni hammasini o'tkazib berib, o'zining zaminini yana bu Jungo inqilobining bir qismi ilidi o'zi qo'ltig'idan ko'tarib, o'zi inqilob qilib, shuni
Cungo inqilabının bir kısmı. Demokratik inqilab, Xitayning demokratik inqilabının bir kısmı deb yana o'zi atadi. Buni endi men birmi demayman. Shu vaqtda shunday bo'pti. Bu nima? Shu kommunizm ideyasi bizning ajdodlarimizning kallasini bulg'ab etgan. Buni endi mushunda tushunish kerak. Mushundaq Xitoy bizni nimada mushundaq holga keltirib qo'ydi? Nashriyatda, tashviqotda. Shunday qilib Uyg'urlarning shonliq tarixi Xitoyning shonliq tarixiga aylanib qoldi. Bizda yana bir xil ahvol bor. Masalan, Başı Uyghur Abdunum rayonunun tunji reisi Seyfid Aziz efendim Sovet İttifaqı'da okuğan vaqtda Sovetning Bolshevik partiyasiga a'zo bo'lib ketgan. Beijingga borganda Mao Zedongga iltimos qilib Jungo Kommunist partiyasiga a'zo bo'ldi. Bu nega bo'lsa shu xalqning partiyasiga a'zo bo'lib olsa, bu qanday bo'ladi? Bunda ahvolmi yo'q emas. Endi bular shu vaqtda bo'lib o'tibdi. Mushu davrga kelganda Uyg'urlarning ko'p sonligi mushular tushandi. Shu bo'lib o'tgan voqealarni bildi. Uning toza nim bo'lmaganligini, to'g'ri bo'lmaganligini, ba'zi savarlik o'tganligini bildi. Ammo hozirga qadar savarlik o'tganligini bilmaydiganlarning bor. Mesela şu vaqtda qoral götürüp Xitoyga qarshi inqilab qilgan bizning dohimizning balay voqealari hozir dunyoga isbotlik beryapti. Nimda isbotlik beryapti? Mesela Ahmetcan efendimning ayoli Ahmetcan Xitoy Kommunistik Partiyasining yerasti partiya a'zosi edi deb isbotlik beryapti. Buning rost emasligini hammamiz bilamiz, ammo shu isbotlik beryapti. Bu shunday odammi, hozirmi bor? Aqli bo'lgansa bekroq bo'lgunib ketadigan, ammo da odamlarmi yo'q emas. Endi men ehtimal men bilmaydigandim ya şu yerasti partiya a'zosidir. Yani hozir uningga shundoq deb ishonadigan odam asosan yo'q. O'zi da'vatida bu gapni. Endi Alloh taolo Uyg'urni yaratgan vaqtda uningga aqlni boshqalarga bergandek to'liq aql bergan. Bunun cenni, tinini, zeminini tang bergan. Endi mushundaq haq aqlini bulg'ab ketsa, bugungi kunga kelib endi Xudo bizga nemishqa duoyimizni ijobat qilib bermaydi deb Xudoning og'rinida dünyadaki başkalarının ağırlığını nemiş kılıp kilip bizni azaltıp koymaydı o de. Kalkının hiç kandak bir kazı yok sana. Hem de başında ahval boğan diken, bu şimdi düşünüşümüz gerek. Benim demekçi boğunum, başında savaklardan biz savak alışımız gerek. Bulup ötken severliklerden savak qilishimiz kerak. Biz savak alsak, anikin özümüzün kimligini yaxshi bilaleymiz. Uyg'urlarning ahlini Xitoy nashriyat bilan bulg'ab bo'ldi. Sapla yolg'on kitap chiqarib, ma kitobni o'qisangmi yolg'on,
onu okusang şunda okuydigan narsa endi xalq savatlı xalq. Hamma adam asoslıq savatsız adam yo'q bizda. Hammasi birim o'qiydi. Hatto kitobni intayin ko'p o'qiydi. O'qib hozir hammasi hech uningdan bir manfaat chiqmagandan keyin, bir biladigan bir narsa chiqmagandan keyin, sap ta'tir bo'lgandan keyin hozir o'qimaydiganlar kelib qoldi. Men asli arxeologiya o'qigan. Arxeologiya bilan shug'ullangan. To'satdan hukumat meni yo'tkab akilib, nashriyat chiqib qo'ydi. Uyg'urning emas, boshqa Xitoydan boshqa shu Uyg'ur avtonom rayonida yashaydigan millatlarning qadimgi kitoblarini chiqaradigan bir nashriyatchiga aylantirib qo'ydi. Shuning bilan men Xitoy hukumatining bu nashriyatini bilib oldim. Nimaligini bilib oldim. Xitoy hukumatining bir davlat maxfiyatligi var. Bu nima desa? Aşı her qandaq, Xitoydan boshqa har qandaq millatning yazgan kitobini, burun yazılgan kitaplarını, onundaki Xitoy degan gap bo'lsa, uni Jungo deganga o'zgartirish, Hanzuga o'zgartirish. Turkiston degan davlat nomi chiqib qolsa, uni Xinjiangga o'zgartirish. Demak, u hech qaysi yo'q, shuni yo'q qilib etish. Qadimgi odamlar mi Xinjiangda aytdi deganni shularga tushundirish kerak. Mushundaq maxfiy buyrug'i bor. Bunu kim tutudu? Tahrirning chungi tutudu. Kitap hammasi ma tahrirni yutib, tahrirga, onun yutib, cho'ng'a, eng oxirida yutadigan tahrirning yana kelganda shu o'zgartib yutadi. Hech kim bilmayli qoldi. Demak qarasa, buningdan 200 yil ilgari, necha 100 yil ilgari yozilgan xatlarda hammasida Jungo deb yozgan, Hanzo deb yozgan, Xinjiang deb yozgan, va shu azaldan deganni mushundaq qilib qasdan shundaq chiqirdi. Shunga har qanday odam kitob yozib olsa, azaldan Jungoning bir qismi deganga to'g'ri kelmaydigan biror ilmini tug'sa hammani suzib chiqarib yetadi. O Xitoyga shunda sodiq tahrirlar bor. Xitoy o'ylamaganmi, ashula o'ylab tepib Xitoyga chiqib yetadi. Har qanday odam, har qanday ziyoli nashriyatda, gezxonlarda chekit qo'yiladi. Ma'u bizga nisbatan mundaqroq idealik odam keladi. Uning yozgan namini o'zgartirdi. O'zgartib bo'lib, yana aniq chekitdan birini qora chekitni qo'yib qo'ydi. Ma'ning ideyasi munda. Shuningdan boshlab uning oqisiga odam kirdi. Kunlarning birida buni ya mandaq qilgan, ya undaq qilganda uning gunohi dedi. Bu nashriyat degan shu. Men nashriyatni shunda bilib oldim. Men shu nashriyatni qilgan vaqtlarda endi shunda ba'zi bir siyosatlardan foydalanib, masalan, ishkirda Xitoylar Xan shu, Tang shu degan kitoblarni aynan chiqardi ekan. Umum marksizmga to'g'ri kelmaydi hozirgiga. Shunda qilmaylimi bizmi? Shunda qilish lozim degan bir siyosatmi bor. Shu siyosatga asosan men bir Bug'roxonlar tashkilasi deganni chiqarib, bir Turkiston degan ismni shuni kirgizib qo'yganligim uchun, Xitoy deganni kirgizib qo'yganligim uchun tasliq qildi. Ama shunda ahvollar bo'ldi. Demak, mening demoqchi bo'lganim Xitoyning nashriyati Uyg'urlarning shu aqlini bulg'ash, ularni o'zgartirish, mingisini yuyish. Shu Uyg'urlarni mushalga keltirib qo'yishda eng chong rol o'ynagan narsa Xitoyning nashriyati.
Müşahede, Kur'an-ı müşahede bir gap kıstırıp koyaydı da, ben abay bana aytı. Mühim bir gapni dediniz de şeyde şu. Hem de Şarkı Türkistan'da yaşayotgan Uyg'urlarga nisbatan aytgan chog'da ular balkim ba'zi bir atalg'ularni deyishga majbur bo'ldi abay siz degandekchu. Hamda yomon sat atalg'u bizga eng cho'ng haqorat qilgan atalg'u ash atalg'u meni og'zimdan chiqishmi tasvirda. Hamda biz chet elda shu erkin dunyoda yashab turib yanıla aşağıda şu atalgını özünüz bilsiz şu Şi'den başlaydıgan, Ci'den başlaydıgan öz Xitay özümü aşını yeni ziminimiz dep itiraf kılan nesini biz müşahede çetel durup yani şu sözünü özünü ilişini ben şahsen etken çağda özümüzge boğan bir hakaret dep oylayman ki bunu. Adam özünü öz hakaret kılmaydı. Özünün anısını depsendi kılış kıran adamga karış kıldı. Oğulvalçılık deyimiz, belki oğul adamdı, er olamdı, ayal olamdı, şu milletin azası oldu iken, özünün annesi de tanılgan vatanның ismini atashqa cüret kıla alsak buldu, dep oylayman ki. Bir yerde ben chet elde yaşayotganim 30 yıldan işip kaldı yakaram. Yani şu bolup mu yaşlar yamancık soraydı ki, ben de bir şirketlerde işlegende, vay bu haklar nereden geldin dep sorsam, ben kandak cevap vermediğini sorap oldu ki. Cevap verişinin acıtı yok bununla. Eğer Şarkı Türkistan diyen ne diginiz kelmeydiğen bolsa ya ki ma'lum narsa yo I'm sorry I don't want to discuss that this word. Men bununla nima qilgan nimam yo'q deganga so'ramaydi. Men nurg'un shirkatlarda ishlab keldim, 10 necha cho'ng shirkatlarda. Men har qanday shirkatga borgandan keyin arlab birdir so'rab qoldi. Ana aytdi, chiroyli qoldi. Voy u to'g'ri so'rab, havo to'g'riroq agar birini so'rab nereden keldingiz, voy bugun havo bek yaxshi ekan degandan odat kichikina kallisi bor odam, ma'ani digisi yo'q ekan degan narsa. U yerda majburlab o'zingizni men Chinadan keldim. Men hali Xitoy qo'yib bergan hali atalg'ini ishlatishning hech qanday hojati yo'q. G'arb dunyosi, Yevropa ellari shundoq, Yaponiya shundoq, Amerika shundoq. Sizning irqiy jihatingizdan, sizning nereden kelganligingizden, dininizden, hatta hazırlık kelgan chog'da sizning shu shaxsiy to'y qildingizmi, to'y qildingizmi, qildingizmi, uy tutdingizmi, tutmadingizmi? Ulardan mı so'raydigan haqqi qolmadi hozir. Shuning uchun u atalg'ini ishlatishning hech qanday hojati yo'q. Agar jur'at qila olsangiz, men Sharq Turkistondan keldim deysiz. Sharq Turkiston nerede deydigan bo'lsa, Xitoyning ishg'ol ostida deysiz. Bitti. Shuningdan keyin hech kim ko'rgan Xitoylarmi sizning oldingizda hali atalg'ini dalamaydi. Meningki qo'shimcha deydigan gapim shu. Shundoq. Men de Qur'ondan shu bir savolni kelib qoldi, ham yomon so'rab ketdi, necha qitim shunga hozir javob berib boqqansiz ya, keyinroq so'raysiz. O'zi bir o'qib boqqanmisiniz? O'qidingizmi ya? Madaniyatkorliklarni qanday asrash kerak? Buni ayrim deyildi. Madaniyatkorlikni o'zimiz asramasak, haq asrab bermaydi degan. Bu yoqqa qanday to'ntimiz deganga shuning ichiga kirib ketdi. Ma odamning shu savolini bunda qo'ygan savolmi bor deb dedim men uni. İlşat Qadir efendimning qo'ygan savol ekan, shuni hozir javob berilib qopti. Qanday javob berilib qoldi? 5-qismda. Ma masalani ayt yaxshi qo'ydingiz. Men vatanda nashriyatchi bo'lib ishlayotgan vaqtda hamma odam o'zining vatanining ismini atashni xohlaydi. Ko'pincha odam o'zining vatanining ismini biladi. Chunki bu ancha bek uzun emas. 40-nechinchi yillardagi ish, 30-nechinchi yillardagi ish. Uni o'zi bilmasimi atamlarni anglagan. Atashni xohlaydi. Lekin uni atash mumkin emas. Uni atsam tanqid qilasan, balo qilasan, yo o'qishim malomatga uchraydi. Ishqilib bir yo'ling to'siladi. Uni yezib qo'ysam, nashriyat chiqmaydi. Tahrirda bir minvayada Kommunist partiyaga eng sodiq odamlar. Ular chiqirdi uni. Chiqarmaydi. Demek bizim gapimiz dünya, ovozimiz dunyoga mangmaydi. Turg'un Almas efendi o'zining vatanining nomini yezishni xohlamanda xohlaydi.
Şunun kitabıdı mı? Şarkı Türkistan özünün vatanının namını aytamagan. Şinjan Jungo degan. Hemiz şunda bolgan. Bu endi amal yok. Şehirde aşında bolgan. O endi bir zulüm dünyası. Şu dünyada yaşagan. Endi şu zulümden qutulup erkin dünyaya kelgenden keyin biz çuqum erkin söyleshimiz kerak. Özümüzün, devletimizin namını çuqum deyishimiz kerak. Endi onu deyil dese, pasportni Jungo deb yozig'liq. Tug'ilgan yeri neresi Jungo deb yozig'liq. Uningdan boshqa şu devlet şu ekan, men xalqarada devletlarni tanıydı ekan. Sharq Turkistonni bir qonunlashmagan ekan, uni digil bo'lmaydi ekan. Men pasportimni yangilaganda deb baqdim. Men 46-yil tug'ilib ekanman. Gumsandan 49-yil kelgan. Demak men Jungolik emas. Jungo yo'qdi o vaqtda. Sharq Turkistonda. Shuni yoz desam, buningga menga hujjat asos tepa deb pasportimni qo'yadi, shunda deb. Hozircha shunda bo'lib tursin. Yani azraq men o'ylanib bir nima topay deb javob keldi, shunda xat keldi. Shuning bilan yana shu Sharq Turkistonni kirgizamadim. Deb baqdim mana. Men tug'ilgan vaqtda bular kelmabdi-kan. Qanday men Jungolik bo'laman deb baqdim. Ular siz degan gaping rost. Lekin ammo bu yerda men hujjat topolmadim buning asosiga. Muşunda işlerge yoluqmay qalmadık endi. Endi şu erkin dünyada biz çoqum özümüzün vatanimizni atışımız kerak. Bulup mu Xitayga to'ntishimiz kerak. Xitoy bek to'naydi, bizni bek to'naydi bizning vatanimizni. O to'nib turib qiladi buni. Biz tehi to'nimay qilib qo'yamiz ba'zi ishni. Çünkü bizninkini ular bulg'ib etgan kallamizni. Endi sizin degan gapingizni aytib to'g'ri. Biz endi shu erkin dunyoda so'z erkinligi. So'zni erkin qilishimiz kerak. Derdimizni shu obdan aytishimiz kerak. Biz o'zimizning kimligimizni, biz Uyg'ur, biz Xitoy işgal qilib olgan, besib olgan zimindin kelgan men. Xitoylar buni Şinjan deb ataydi, biz Sharq Turkiston deb ataymiz deb bir ikki gapni ortiq qo'shib qo'ysangmi, sendan so'rgan odam buni azroq bo'lsa-mu tushunib, mandaqmi ish bor ekan deb qoladi. Shunchalik bo'lsa-mu deyish kerak. To'g'ri. Meni hamda qo'shimcha qilib qo'yganimiz shu. Endi men yana qaytadan kelib, yana men temimizni qaytib kelaylik. Endi Uyg'urlar o'zining kimligini qanday saqlash, qanday to'nish kerak? Uyg'urlar oldi bilan o'zining tarixini bilish kerak. O'zining ajdodlari Hun Tangriquti degan bir davlat qurganligini, Türk Haqqanlığı, yani Türkistan qurganligini, Uyg'ur haqqanlığı, Uyg'uriston qurganligini buni bilish kerak. Uningdan keyin Qaraxoniylar, Turpan, Idiqut xonligi degan mush xonliqlarning hammasi Uyg'urning o'zining xonliqdir ekanligini buni bilish kerak. O'zining tarixini bilgan vaqtda andikin o'zining kimligini biladi. Özünün ata-analarının ismini hech bo'lmaganda 7 avlod qilishlik shuni bilish kerak. Shunda bo'lganda andikin o'zi boshqalar oralashib ketmaydi. Boshqalarni ko'rsa, "Aning do'ppisi yo'q, mening do'ppam bor. Men Uyg'ur, men do'ppisi bor Uyg'ur, emas" deb farq qiladi. Ashundoq bularning farq bo'lganda, oralashib ketmaganda o'zimizni saqlab qola olamiz. Aşılar bilen bir yerimiz arışıp kalgan dikiller, yani özümüzü sakla kalamayız.
Endi hozir nima qilib kelsak, endi tarixni bilish kerak dedi. Ham tarix degan shundoq oddiy. Murakkab desa murakkab, oddiy desa shundoq oddiy narsa. Bu qanday oddiy desa, masalan, Xoşalar, Xitoylarning ajdodi. Ularning ajdodi Xoşa, ular Xitoy. Bizning ajdodimiz Hun, biz Uyg'ur. Biz Türk. Oddiylashtirib kelsak, mushunchiliklar. Endi shu Xitoylar qadimda bizning ajdodlarimizni nima degan? Xu degan. Xu deb atagan. Xu degan g'oz degan gap. O'g'izlar degan gap. Bizni Xurin deydi. O'g'izlar deb atagan. Bizdan kirgan narsalarni, masalan, Xuchin çaladigan asboblarni g'o'zcha, chalg'u deydi. Xulobu degan gaplarni, Xugo, Xu degan ismlarning hammasi shu nimadan kelgan. Lekin bir yazmangiz isim kelib qoldi-ku, yazarlar qolgan uchun demakdir. Endi shunda bo'lgan endi. Buni ayt aniq. Xitoylar bizlar shu Xu deganliklar. Biz Xitoy emas, ayrim. Nima İskender Zulqarnaynmi bizni Xotxurani debdi o. Xor debdi o. Xor degan shu Xu shu. Endi yana bir intayin oddiy narsa tilimizda. Xitoylar o'zi uqmagan tilni, o'zi bilmaydigan gapni Xusho deydi. O kimdan gapi? Uyg'urcha gap degan gap. Sen Uyg'urcha gap qilding degan gap. Bu hozir buni yolg'on aytding degan ma'noda tushunadi. Biz uqmaydigan so'zni qilding deyapti. Sen Xusho qilding deydi. Uyg'urcha gap qilding deyapti. Demak u bizning gapimizni Xusho deydi. Tushunmagandikin. Sen Uyg'urcha gap qilding deydi. Unda Uyg'urcha gap qilma deydi. Ammo shumi bizning ular bilan farqimizni bildirdi endi. Biz farqlanmagan bilan Xitoylar o'zi farqlantirdi. Bular Xurin bular Xusho qildiganlar, Uyg'ur so'zlaydiganlar. Bu men shunda o'qigan vaqtda shu ba'zilar deydi. Sen nereden keldin Palayadan, Palaya dese, Xurin kelsa deydi shularni. Aslida bu Xusho degan gapninki asli yomon ma'nosi yo'q ekandir. Yomon ma'nosi yo'q. Men tushunmaydigan gapni qilyapsan degan gap. Men tushunmaydigan gapni qilding, sen Uyg'ur so'zlading degan gap asli. Bumi endi farqimi shu. Endi tarixni oddiy desak, shunchalik oddiy. Ashaychilik mashalami shunda farqli qanday. Endi bu yerda bizga shunchalik ko'p zulm sepdi. Bizning aqlimizni bulg'ab, shundoq darajaga akapti. Nima bilan? Nashriyat bilan. Endi biz qanday qilishimiz kerak? Bu Xitoy hozir bizni fan texnika bilan adablayotdi. Nima bilan? İnternet to'ri bilan. Og'zimizga to'r solib oldi. Gap qo'zmaydi. Gap qilsa gapimiz dunyoga mangmaydi. To'r solib oldi, tamsuqib oldi. Bu internet degani Xitoy ijod qilmagan. Bu texnikani dunyo ijod qilgan. Biz dunyoning millati. To'rni buzish kerak. Tomni buzish kerak. Uyg'ur nima qilish kerak? Shuni qilish kerak. Xitoydan birisi qilibdi-ku. Go'ngoy degan o'zi qanday bir texnik qo'llandi, texnik qo'llanib videoda o'zi so'zlasa,
Milyon adam Xitoyda hozir anglaydi. Xitoy to'solmaydi-ku. To'g'rini buzibdi-ku. Demek to'g'rini buzish kerak. Tugaydi. To'g'rini buzish kerak. Şu Xitoyga taqobil turishning yo'li shu to'g'rini buzish. Temini buzish. Bu Uyg'urlarda shunday aytdi, bilimli odamlar bor. İcadiyatçı adam Uyg'ur degan. Ay to'g'rini buzish kerak. Uyg'urlar kashfiyotchilarning avlodi. Endi yig'ib aytsak, tarixni qahramon yoritdi. Miki degan bilan bo'lmaydi. Yana qahramon kerak. Hozir o'tgidi. Endi Xitoyning mijozini hammamiz obdan bilamiz. Intayin qo'rqinchoq. Agar qo'rqmasa, shuncha milyon askar bilan qo'lida hech nima yo'q odamni shu qurol bilan qurishib olib, shunday zulm qilmaydi. Bu qo'rqinchoq. Endi mushu qo'rqinchoq Xitoy Uyg'urdan qanday qo'rqidi? Hammadan bak Uyg'urdan qo'rqidi. Uyg'ur menda hömeyip qo'yib titraydi, shu qo'lda qurol bo'lgan bilan. Endi Xitoy ashadil emas. Xitoyning nəhayət hal qılğış organları var. Hamma davlatda var. Qo'limizdan hech ish kelmasa, shu elchi xalqning oldida bunda qayrilib va hömeyip qo'ysaqmi, titraydi shu. Sen jinoyat o'tkazdimidin men? Hech bo'lmasa hömeyip qo'yish kerak. To'g'ri. To'g'rini buzish kerak. Ashuning yuragiga sanjilish kerak. Ayada biz hech qilamasak, chet eldagilar mushinchilik bo'lsin qilishimiz kerak. Yana qaynab qoldim, endi vaqtni to'shib qoldi, mushinchilik bo'lsin. Ya, men mishkiz gap qo'yay, men bu gaplarni anglab ozroq hayajonli ketlarman. Shuni aytdi, obdan shu. Mencha shu chet el yashayotgan Uyg'urlarningki